Assalomu alaykum do'stlar. Yaqinda sodir bo'lgan, men uchratgan qiziqarli bir holat bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, Tojikistondan bir bemor yozyapti. Bemorda gipofiz adenomasi aniqlangan va Tojikiston Respublikasida endoskopik transnazal transfenodal usulda burun orqali gipofiz adenomasi olib tashlangan va operatsiyadan keyin bemorda burnidan miya suyuqligi oqishi, ya'ni tiniq suv oqishi kuzatilgan. Bemorda temperatura, holsizlik, ishtaha pasayishi kuzatilgan. Bemor menga jo'natgan rasmlari bo'yicha bemorda o'sha MSKT belgilarida MSKTda bosh miyani peshona bo'lagi ikki sohasi havo bilan bosib qolingan. Ya'ni nima bo'lgan? Pnevmosefaliya deydi tibbiyot tilida. Miyani ichida havo to'plangan. Bu nimadan dalolat? Gipofiz adenomasini olib tashlagandan keyin miya qattiq pardasi yamalgan, yamalganda ham to'liq mustahkamlikka erishmagan. Natijada o'sha miya pardasi va tashqi muhit o'rtasida aloqa paydo bo'lgani hisobiga tashqaridan havo miyaga kirgan va miyani bosa boshlagan. Bu gipofiz adenomasini endoskopik transnazal transfenodal usulda olib tashlanayotganda umuman shu metodika bo'yicha eng ko'p tarqalgan asoratlardan biri hisoblanadi. Butun dunyo statistikasida Yaponiya deysizmi, Amerika deysizmi farqi yo'q. Bu ko'rsatkich 5-7% ni tashkil qiladi. To'g'ri bo'lishi mumkin, qaysidir shifokor 50 ta kasalda gipofiz adenomasini operatsiya qilganda bironta o'sha burundan suv oqish holati kuzatilmagan bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha bu narsa bo'ladi. Ya'ni bu fanda tasdiqlangan, bu klinik amaliyotlarda sodir bo'lgan asorat hisoblanadi va bu qabul qilinishi mumkin bo'lgan asorat. Ya'ni bu hattoki miyani yamashda turli texnikalari, masalan Kassam degan olim juda ko'p, ya'ni qavatma-qavat yamash texnikasi. Bunda turli xil gemostatik gubkalar, hattoki nazoseptal flapdan ham foydalanadi. Ya'ni burun to'sig'i shilliq qavatini nimaga miya asosiga borib yopishtirib qo'yish texnikasi. Mana shunaqa texnikalardan keyin ham bu miyani suv oqishi o'sha 5% gacha saqlanib turibdi. Aytishingiz mumkin, doktor, bu 5% bo'lsa bu ko'p emasmi? Ya'ni 100 ta odamdan 5 ta odamda miya suvini oqishi mumkin degani bu. Nima bu tibbiyot deyishingiz mumkin, lekin благодаря deydi-ku, mana shu tibbiyotdagi texnologiyalarni, klinik amaliyotlarni rivojlanishi bu ko'rsatkich ilgari 50% dan ham yuqori bo'lgan va hozirgi kunda 5% gacha qisqardi. Bu albatta tibbiyotni yutug'i deb hisoblaymiz. Gipofiz adenomalarida endoskopik transnazal transfenodal usulda olib tashlangandan keyin mana shunaqa miya suvining oqishi asosiy bir simptomlardan, asoratlardan biri hisoblanadi. Va nima uchun men buni Monte Fuji, ya'ni Yaponiyadagi Fuji tog'iga o'xshatdim? Sababi bu birinchi marta o'sha Yaponiya olimlari mana shu miyada havo to'planishi pnevmosefaliyani bundoq ikkita peshona bo'lagini bundoq siqilganlik hisobiga peshona xuddi Fuji tog'iga o'xshab ko'rinib qolgan, ya'ni shunaqa shaklga ega bo'lgan. Shu sababli Fuji tog'i belgisi deb nomlangan. Endi bu asosan bizga nima beradi? Fuji tog'ining belgisi, ya'ni miyani peshona sohasidagi pnevmosefaliya, ya'ni havoni bosimi o'sha miyani po'stloq yuzaki qavatdagi bosimdan yuqori va u bosa boshlaydi. Bosgandan keyin bu yerda qon aylanishda, venozdan drenajlashda qattiq o'zgarishlar bo'ladi va natijada bemorda o'ziga xos klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi. Gipofiz adenomasidan keyin, operatsiyadan keyin birinchi kun masalan burundan suv oqdi va ikkinchi kun, uchinchi kun oqmadi. Bizlar aytishimiz mumkin-da, bizlar bu beliga limbalniy drenaj qo'ydik yoki bo'lmasam bemorni yotoq rejimida ushladik va kamaydi. Buni qanday bilishimiz mumkin? Haqiqatdan miyada suv oqmayaptimi degan narsani bilish uchun bemorda dinamikada bugun, erta, 2 kun, 3 kundan keyin bosh miyasini tomografiya qilinadi, MSKT tomografiya yoki MRT. Bunda o'sha miyadagi pnevmosefaliya miqdori agar kamaya boshlasa, demak ortiqcha havo miyaga kirmayapti, ya'ni miyada suv oqish kuzatilmayapti degan narsani beradi. Agarda birinchi kunga nisbatan pnevmosefaliya ikkinchi kun, uchinchi kunlarda ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu jiddiy muammo, ya'ni miya suyuqligi oqayapti, bu to'xtamagan degan ma'noni bildiradi va
bemorlarimiz qaytadan operatsiyaga muhtoj bo'lib qoladi. Ya'ni nima demoqchiman? Bemor yana qaytadan operatsiyaga olinadi. O'sha operatsiya bo'lgan joy endoskopda reviziya qilinadi. Aniqlangan suv oqishi aniqlangan nuqta kle va gubkalar bilan yana yopiladi. Mana shuning uchun bemorlarimiz bu narsani qabul qilishlari kerak, chunki tibbiyot hozirgi zamonda juda rivojlangani bilan mutlaq 100% garantiya, ya'ni kafolatni bermaydi va natijada biz shukr qilishimiz kerakki, tibbiyotdagi texnologiyalarning rivojlanishi mana shu asoratlarni 5% gacha kamaytirdi. Balkim kelajakda bu asoratlar butunlay yo'q bo'lib ketadi. Bu albatta texnologiyalarga bog'liq va biz kabi shifokorlarning izlanishi, amaliyotlariga, o'z ustida ishlashiga juda to'g'ridan to'g'ri bog'liq deb hisoblayman. Va nima demoqchiman? Men Nagoya universitetida 1 yil davomida ustozim doktor Takovichning qo'l ostida endoskopik xirurgiyani o'rganganmiz, operatsiyalarda qatnashganmiz va bu operatsiyalarda yaponlar nima qilardi? Yaponlar qattiq miya pardasini tikardi. Qattiq miya pardasini juda uzluksiz tikib, turli xil durajinlar bilan tikkan holatda ham bitta holatda o'sha miya suv oqishi kuzatilgan. Buni ular mana shu o'zlarining ilmiy maqolalarida ham asoslab bergan, ya'ni miya pardasini tikildi va tikilganda qanaqa asoratlar bo'ldi degan holatda. Bu asoratlarni ular keltirib chiqarganki, ya'ni nima demoqchi? Durajin degan kollagen matrix bor. U mana bizlar sinovda qo'yganimizda fizrasforga bostirib bir ko'sogini mana shu qo'limizga shunday qo'yib qo'yamiz ustiga barmoqqa va barmoqda shunday pastga egashib qimirlataversak ham barmog'imizdan durajin tushib ketmaydi. Ya'ni shunaqa darajada yopishadi. O'sha durajinni miyani pardasini yamoq joyiga bunaqasiga qo'ygan, mana bo'lsa ichkaridan bu tomondan qo'ygan va natijada buni aylantirib tikib chiqdi. Tikib chiqqandan keyin operatsiyadan keyingi nechinchidir kunda burundan suv oqishi kuzatildi. Buni nima deb baholadi? Ular qaytadan operatsiyaga oldi yamash uchun. Endi yamash uchun qayerda nima bor, nima yo'q bilib bo'lmaydi. Shuning uchun birdan avval qo'ygan materiallarni hammasini olib tashladi-da, olib tashlagandan keyin o'sha durajinni ko'ryapti, mikroskop ostida ko'ryapti va duramaterni qirg'og'ini ko'ryapti. Endi duramaterni qirg'og'ida qonagan payti mana bu ozgina bir chetini koagulyatsiya qilib ketgan ekan va durajinni ko'rgan payti aynan durajinni cheti bilan duramaterni chetini birlashib koagulyatsiya bo'lgan joyida birlashgan joyida fibrinlar mana shunaqa infiltratsiyasi kuzatilmagan, ya'ni to'qimani birikib ketishi, yopilib ketish holati kuzatilmagan. Hattoki ko'ryapsizki, hattoki Yaponiyada mana shunaqa yuqori texnologiyalar, kollagen matrikslar tikishlardan keyin ham burundan suv oqish holati kuzatilyapti. Bu degani tibbiyot qanaqadir yomon holatga kelib qoldi yoki bo'lmasam tibbiyotimizda hali rivojlanmadi degan narsa mumkin emas bu. Mana oddiy misolga aytamiz, shifokorlarimizda, bizning xalqimizda bitta tushuncha bor, ya o'zimizda doktorlarimiz yomon, shifokorlarimiz chet ellik doktorlari yaxshi va kechirasiz. O'zbekiston shifokorlari hozirgi O'zbekistondagi tibbiyotdagi islohotlarning natijasida hozirgi kunda chet ellarga, dunyoning rivojlangan davlatlariga chiqib, tajriba orttirib, yuqori malakali professorlar, eng zo'r ekspertlar bilan birga ishlab, ulardan o'rgangan ilmlarini, amaliy ko'nikma tajribalarini O'zbekiston tibbiyotiga tatbiq qilyapti, qo'shyapti va shuning natijasida mana oxirgi 5 yil, 10 yillikni hisoblasangiz, tibbiyotimiz yetarlicha rivojlandi. Bu kardioxirurgiya sohasida, masalan, ilgari biz studentlik vaqtimizda oddiy aorta koronar shuntlashdi uchun Hindistonga borib kelardi. Hozir mana bitta men ishlab turgan Milliy tibbiyot markazini oladigan bo'lsak, bilasizmi, haftasiga 10-15 talab yurakda shunt operatsiyani, qaytadan qon tomir ulash operatsiyalari o'tkazilyapti. Bunaqa operatsiyalar Toshkentda, Samarqandda, viloyatlarda juda ko'p joylarda qilinyapti hozir. Ilgari bo'lmagan.
Bu nimani anglatadi? Tibbiyotimiz yetarli darajada rivojlandi va bizlar bundan xursand bo'lishimiz kerak. Birdaniga qisqa muddat ichida, masalan, Amerika darajasini kutish bu xato deb hisoblaymiz. Shunday qilib, o'sha gipofiz adenomasini endoskopik transnazal transfenadal usulda olib tashlaganda ham hattoki mana shunaqa o'zgarishlar, ya'ni miyadan suv oqishi kuzatilishi mumkin ekan. Yana bundan tashqari boshqa asoratlari bor. Ya'ni Monte Fuji, ya'ni Fuji tog'i belgisidan tashqari gipofiz bezi adenomasida miyadan suv oqdi deylik, nima bo'ladi? Miyadan suv oqqandan keyin tashqi muhit va miya ichida aloqa paydo bo'ladi. Biz bilamizki, burnimiz hech qaysi birimizda toza hudud emas, hattoki og'zimiz ham eng iflos bakteriyalarga boy hudud hisoblanadi, joy hisoblanadi va natijada miyani ichidan suv oqdimi, miyani ichiga infeksiya kirish xavfi oshadi. Konkretni miyani ichiga infeksiya kiradi va infeksiya kirgandan keyin meningit, meningoensefalit kabi miyani infeksion kasalliklari rivojlanadi. Bunda qaysi bakteriya kirganligini hisobga olib, bakteriologik tekshiruvlarni o'tkazib, maxsus antibiotiklarni berganda buni asoratlari kamayishi mumkin. Lekin bir narsani unutish kerak emas, meningoensefalitdan 100% yaxshi bo'lib ketgan odamlar soni kam. Ya'ni 100 ta odamda meningit bo'lgan bo'lsa, ularning hammasi ham tuzalib ketavermaydi degan narsa bu. Mana shunaqa asoratlarimiz bor. Yana meningoensefalit rivojlangandan keyin, umuman miyada infeksiya rivojlangandan keyin davolash standartlarida asosan o'sha infeksiyani antibiotiklarga chidamliligini aniqlash maqsadida bosh miya suyuqligini bakteriologik tekshiruv o'tkaziladi. Ya'ni maxsus muhitda, suyuqlikda o'sha miya suyuqligi qo'yiladi va muhit tayyorlanadi. O'sha yerda qaysi bakteriyalar bo'lsa, u o'sib chiqadi va o'sha bakteriyalarga antibiotik ta'sir qilib ko'rinadi. Qaysi antibiotikda bakteriyalar nobud bo'lsa, o'sha antibiotik bemorga beriladi. Bu tekshiruvning muddati juda ham uzoq. Bakteriyalarning o'sish muddati bor. Masalan, bugun likvorda, ya'ni miya suyuqligini bakteriologik pasiv tekshiruvga olgan bo'lsak, uni javobi 4 kun, 5 kundan keyin chiqishi mumkin. Bu vaqt ichida majburmiz keng ta'sirli ega antibiotiklarni qo'llashda. Agar shu sirazi bo'lganda birdan bilganimizda o'sha bakteriyalar bundan battar o'sib ketmasdan unga qarshi antibiotiklarni qilishimiz mumkin bo'lardi. O'shaning uchun bu miya suvini oqishi va infeksiya bilan bog'liq holatlarda mana shunaqa jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Lekin bu degani bo'ldi, burun orqali qilish kerak degani emas. Buni afzalliklari juda ham ko'p. Bosh miyani ochib qo'yganda, masalan, miyani yon tomonidan yoki peshona sohasidan ochib turib operatsiya qilish mumkin. Bunda peshona sohasini bosishga, traksiya berishga to'g'ri keladi va natijada peshonada ezilishi hisobiga peshonani jarohatlanishi, bemorda sudurgilar, qon quyilish kabi asoratlar bo'ladi. Shu sababli ham gipofiz adenomalarida umuman o'sha burun orqali operatsiya qilish, hattoki miya suvini oqish xavfi yoki qon tomirlar jarohatlanishi juda kam hollarda uchraydi. Bular xavfi bo'lganda ham boshni ochib qilgan operatsiyaga nisbatan ancha afzalliklarga ega. Bu meni shaxsiy fikrim emas, bu mendan ham kuchli Yevropa, Amerika, Yaponiya tajribasida isbotlangan fakt hisoblanadi. Shunday ekan, gipofiz adenomasi aniqlanganda avvalo unga qarshi ko'rsatmalar, operatsiyaga qarshi ko'rsatmalar bo'lmaganda operatsiya usuli tanlanadi va operatsiya qilinadi burun orqali endoskop bilan. Qay holatlarda operatsiya bo'ladi? Bu bizning avvalgi nimalarimizda, informatsion videoroliklarimizda berib o'tilgan va buni hozir ham ta'kidlab o'tishim mumkin. Demak, gipofizning makroadenomalari mass effect, ya'ni ko'z nervini bosganda, tepaga qarab o'sib, bosh og'riqlari berganda, katta juda ham bo'lib ketganda, ko'rish faoliyati buzilganda har qanday turdagi gipofiz adenomasi operatsiya qilinadi. Qachon kichkina bo'lsa ham operatsiya qilish mumkin. Masalan, prolaktinomalar
Mikroadenoma payti kichkina vaqtda faqat gormonal buzilishlar, ayollarda menstruatsiyaning buzilishi, ko'krakdan sut kelishi, bosh og'rishi, mana shunaqa belgilar, erkaklarda impotensiya, ko'krakni kattalashi, ginekamastiya kabi belgilar bilan namoyon bo'lsa, u prosta Dastenex yoki kabirganin tabletkasi bilan davolash mumkin. Qachonki u juda ham katta bo'lib ketadigan bo'lsa, ko'z nervini bosadigan bo'lsa, unday holatda operatsiyaga qilishga to'g'ri keladi. Yana gipofiz adenomasining boshqa turi bor. Birinchisi o'sish gormoni somatotropin ishlab chiqaruvchi turi bor. Bu bizga ma'lum akromegaliya kasalligi bilan asoratlanadi va bemor juda gigantik, katta bo'lib ketgan, qo'l barmoqlari juda katta, yuz shakllari o'zgargan, burun, pastki iyaklar kattalashgan, hattoki tishlarning orasi ochilib qolgan holatlarda ham bo'ladi va bu holatda razmeri qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar kichkina adenoma bo'lsa ham operatsiya qilinadi, chunki dori-darmon bilan davolash samarasiz hisoblanadi. Bundan tashqari Kushin kasalligi, ya'ni kortizolning ishlab chiqarilishi bilan bog'liq holat. Bemorda yuqori qon bosimi, semirib ketish holatlari bo'ladi. Bu holatda ham operatsiya priyabon ko'rsatma. O'simtani razmeri qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar Kushin kasalligi gipofiz adenomasi sabab bo'layotgan bo'lsa, albatta burun orqali endoskopik transnazal transfenadal operatsiya amalga oshiriladi. Bu gipofiz adenomasiga qo'shishim mumkin bo'lgan yana bir qo'shimcha narsa hisoblab qo'ya qolaylik. Va agar bu holatdan kelib chiqamiz, burun orqali qilish kerak operatsiyani degan gaplarni juda ko'p ta'kidlayapmiz so'nggi vaqtlarda. Boshni ochib operatsiya qilish mumkinmi? Qachonki siz vaqtni o'tkazib yuborsangiz, nima demoqchiman? E'tibor bermadi, burun orqali operatsiyadan ham qo'rqdi, yuraverdi. Juda ham tepaga ko'tarilib ketdi adenoma va ko'ruv nerviga juda ham bosib ketdi. Pastdan olish imkoni deyarli yo'q, kam va fibrozniy bo'ladi, qattiqroq to'qima bo'ladi. Olish imkonsiz bo'lganda boshni ochib katta agressivniy operatsiyalarni o'tkazishga to'g'ri keladi. Inson baribir tanlovni qiladi, yana qachon tanlaydi? Tanlov har doim insonda bo'ladi. Ya'ni bir boshida burun orqali operatsiyaga ko'nmagan inson baribir bosh orqali operatsiya qilishgacha boradi. Bu fakt, chunki agar ko'zini yo'qotib, ko'rish faoliyatini yo'qotib, ko'r bo'lib qolmagan bo'lsa, baribir operatsiya qiladi ko'zni saqlash uchun. Inson qiyin vaziyatlarda o'zi uchun eng optimal variantni har doim tanlaydi. Bugungi ma'lumotlarimiz shunaqa. Agar sizda qo'shimcha savollar bo'lsa, bizning telefon raqamlari orqali bog'lanishingiz mumkin.